Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Yunusobod tumani Chinobod sanatoriyasiga yaqinroq lokatsiyadan xonadon qidirayotgan mijozlarimizga zo'rini topib qo'yganmiz. 2-1 sotuv yer maydoniga qurib bitkazilgan shu xonadonimizda sotuvga chiqyapti. Yozgi oshxonamizni ko'rishingiz mumkin. Leksanlar bilan yopib qo'yilgan, podvalga tushadigan lestnitsa va chiroyli xonadonimizga vid berib turadigan zilonniy zonalar qoldirilgan. Bitta mashina uchun navesli joylar bor. Odam kirib chiqishi uchun kalitka va avtomatik darvozalar qoldirilgan. Xonadonimizning jiloy maydoni 300 kvadrat metr, binomizda 3 qavatli, har bir qavat 100 kvadratda. Eshikdan kirishimiz bilan hol kutib oladi. Keng hol qilingan, ko'rishingiz mumkin. O'ng qo'limizda oshxona. Bitta oila yashashi uchun hamma sharoitlar bor. 5 ta xona, 2 ta hol, 4 ta sanuzel. Zalimizning vidi juda ham chiroyli chiqqan. Keng bo'lgan lyustralari bilan bemalol shu yerda mehmoniylar kutaverasizlar. Lyustraga отдельный подход bo'lgan ekan, qaranglar chiroyliligini. Keyingi xonamiz birinchi qavatga tegishli spalni. Spalnimizning plusi kirishimiz bilan garderob uchun katta keng joy qoldirilgan. Spalnimizning o'zi ichida o'zini sanuzeli bilan yosh katta ota-onalar bo'ladigan bo'lsa, juda ham ma'qul bo'ladi. Sanuzeli ichida, garderobi ichida hamma sharoiti bor. Qo'shimchasiga havo aylantirish uchun orqa hovli ham qoldirib ketilgan. Birinchi qavatda yana bitta umumiy sanuzel bor. Birinchi qavatda joylashgan odamlar uchun yoki kelgan mehmonlar foydalanishi uchun umumiy sanuzelimiz qoldirilgan. Sizlarga uyimizning ikkinchi qavatini ko'rsatib o'taman. Uyimizning ikkinchi qavatiga chiqqanda shunaqa висячий lyustralar kutib oladi. Отдельно отseklar qilingan ekan. Meni o'zimga shu juda ham yoqdi. Spalnilar bir-biridan uzoq masofada joylashgan. Ikkinchi qavatga tegishli keng katta hol, mebel bilan jihozlasanglar juda ham vidi ochiladi. Bu yoq tomonga televizorlar qo'yib qo'ysanglar. Yana bitta plusi xonadonimizning keng terrasasi bor. Yozda shu yerga stol-stullar qo'yib maza qilib o'tirishingiz uchun joylar qoldirilgan. Bitta spalni. Hamma xonada katta keng oynalar qoldirilgan. Master spalnimiz ichida o'zini sanuzeli bilan ota-onalarga mo'ljallangan. Xonalarimiz keng, visaka patolochniy bo'lgan, patologlar baland-baland. Bu yerda mana ichida o'zini sanuzeli bilan. Bu yoq tomonimizda ikkinchi qavatga tegishli umumiy sanuzel, yosh bolalar cho'miltirish uchun sirazi vannalar qo'yilgan va yana bitta spalni. Sizlarga uyimizning podval qismini ko'rsatib o'taman. Podval qismimizga tushishimiz bilan shunaqa atmosfera kutib oladi, lekin to'g'risi men o'zimning shaxsiy fikrim, uy juda ham yaxshi chiqqan. 2-1 sotuvdan maksimum foydalanishgan. Patologlar baland bo'lgani hisobiga uyimiz juda katta, keng ko'rinyapti. Hamma xonalar joylashuvi, xonalar bo'lingani o'zbekchiligiga to'g'ri keladigan stilda bo'lgan. Podvalimizda ham divanni zona qilib, televizor qilib, nevaralar bilan o'tiradigan keng joy bo'lgan, ko'rishingiz mumkin. Отдельный eshikdan kiramiz, kotelniy xonamiz va kladovka uchun холодный xonamiz qoldirilgan. Uyimizning narxini 295 ming dollarga narxlayapmiz. Narxlari kelishiladi. Nomerni yozib qoldiraman, bemalol murojaat qilishingiz mumkin.